Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel-âkıbeti lil-muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'ım özüne bir hesap hamdü sana ve şükranlarım olsun. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat durutlar olsun. Ya Rabbi, bu güzel zeminde, bu kadim beytin karşısında Allah'ım tekrar buluşlikni nasip etken zat, mehribonsan, chiroyliksan, qudratliksan. Albatta dua qilishlikka ilhom bergan zot, bizlarni yaratmasdan avvalroq bu duolarning ijobatini hozirlagan Robbil alaminsan. Ya Rabbi, chiroyli muborak kechalarda iltijo qilib so'rayman, Parvardigor olam. Yurtimda hamisha tinch qilgin, osoyishta qilgin. Allah'ım rivojini go'zal qilgin, taraqqiy ettirgin o'zing, Parvardigor olam. Ilmni yurtimda nasibasini halol pokidan bergin, Parvardigor olam. Ya Rabbi, har xil balo ofatlardan Allah'ım o'zing asragin yurtimda. Har xil dushmanlarni yovuz niyatlardan o'zing asragin, Parvardigor olam. O'zingdan so'rayman, Allah'ım bizlerden dua umidvor bo'lganlarni haqqiga xossatan duo qilib so'rayman, Parvardigor olam. Kimiki bizlarning xizmatlarimizni kuzatib, Allah'ım ko'ngilda nimaki murodda duo umidvor bo'lib turgan bo'lsa, Parvardigor olam, barchasidan xabardor zotsan, Parvardigor olam. Barchalarning orzu istak murodlarini dunyo oxirat uchun xayrli eylab, Allah'ım barchalarni duolarini ijobatini bergin, Parvardigor olam. Barchalarni Allah'ım ikki dunyo baxt saodatga yetkiz, ikki dunyo darajatini go'zal qil. Ularni haqqiga avvalin oxirin oshkoray maxfiy qilgan duolarimni ijobatini bergin, uni bardavom qilgin. Allah'ım, ya Rabbi, Allah'ım chiroyligin, mehribonim. O'zing bu manzillarni shunday bir go'zal aylagansanki, Allah'ım, kelmaganga bir armon, kelganga ming armon manzil. Bu gal ozroq sinov berding, Allah'ım, chidolmay qoldim, Allah'ım, sog'inchimdan. Ya Rabbi, o'zingdan so'rayman, Allah'ım, barcha kelmaganlarni, umidvorlarni tez fursatlarda sababi moddiyatlarni yaratib bu baytingga yetkizdirgin, Allah'ım. Ya Rabbi, o'zing oson qilgin, kelib sening baytingni tavof aylab, rasulingni ziyorat aylab, u zotning shafoatiga, o'zingning rahmatingga munosib bo'luvchilardan qilgin, Parvardigorim, mehribonim, chiroyligim. Kelganlarni qayta kelishligini nasib qilgin. Allohim, o'zingdan so'rayman, duolarimni go'zal ijobatini bergansan. Shak shubham yo'q, Allohim, bironta duom ijobatsiz qolmagan. Allohim, bu duomning ijobatini bardavom qilgin. Ya Rabbi, chiroyligim, mehribonim, o'zingdan yolvorib so'rayman. Eng aziz, eng ulug' aylagan mehmonlaringni xizmatini qilishlik sharafini menga bergin. O'zing rozi bo'ladigan darajada bu sharafli xizmatni ado etishlikka kuch-quvvat bergin, shijoat bergin, Allohim, Parvardigor olam. O'zing moddiyatlarni go'zal tarzda ato etgin, Parvardigor olam. Ya Rabbi, Allohim, Parvardigorim, chiroyligim, o'zingdan so'rayman. Bu rukn yamoniyda har bir farishta, 70 ta farishta har bir qiladigan duoimga amin deb turgan bu manzilimda, Allohim, baytingni tavof aylab so'radim. Bu duoimni ijobatsiz qo'ymagan, Allohim, mehribonim, chiroyligim, o'zingdan so'rayman. Allohim, o'zing bu duolarning ijobatini bergin. Sendangina muhtoj bo'lib so'rayman, sengagina mustor bo'lib so'rayman. Allohim, bir qo'lingda, bir cho'ringda, onasi bir quvvatchang bo'lib ojizlik ila so'rayman, gunohkorlik ila so'rayman. Allohim, bu duolarni ijobatsiz qo'yma. Amin, amin ya Robbil alamin. Amin, amin ya Robbil alamin. Amin, amin ya Robbil alamin. Amin, amin ya Robbil alamin.